Oymon opa yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat, yaxshi. Opajon, bugungi ajoyib kuningiz. Allohimga shukr. Bugungi ajoyib kuningiz Allohimga banda payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Palma kompaniyasi tabriklash agentligidan sizni xursand qilish uchun qo'ng'iroq qilyapmiz. Qaysi bir yaqinlaringiz nomidan kim deb o'ylaysiz? Bilmasam, qizlarimmi, kelinlarimmi? Albatta, to'ppa-to'g'ri topdingiz, lekin birinchi o'rinda turmush o'rtog'ingiz Tursun Murod akam nomlaridan tabriklab turibmiz. Farzandlaringiz, o'g'lonlaringiz, arslondek o'g'illaringiz, jonajon qizlaringiz, mehribon kelin qizlaringiz, nabiralaringiz nomidan tabriklab turibmiz. Rahmat bolam. Lekin eng glavniy tabrik sizni 2 yildan buyon sog'ingan. Mehringizni o'zgacha his qilib turgan. Qanoti bo'lganda uchib kelishga shay bo'lib turgan Dilnavoz qizingiz nomlaridan tabriklab turibmiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Ilohim, men so'radim qizingizdan nima deb tabriklab xursand qilamiz desam, onajonimga ayting, birinchi o'rinda juda ham qattiq sog'indim. Musofirlik o'zi emas ekan onajon. Uzr so'rayman, sizga sog'inch azobini berib qo'ydim onajonim. Jonim onam. Yurishim, turishim, nimagaki erishgan bo'lsam, sizni mehnatlaringiz, mashaqqatlaringiz, zahmatlaringiz evaziga onajonim. Jonim onam. Shunday chiroyli yuzlariga soya solgan ajinlariga farzandlar ichida meni hissam ko'proq deb o'ylayman onajonim. Hayotda ko'p onalar bor. Hammani onasi yaxshi, lekin siz bebahosiz. Dadajonim bilan yelkama-yelka bo'lib chekkan mehnatlaringiz ko'z oldimdan o'tyapti. Qancha zahmatlar o'tkazdingiz farzandlaringizni oyoqqa qo'yib, ularga chiroyli hayot berish uchun onajon. Lom demadingiz. Men charchadim, men qiynaldim demadingiz onajon. Barchasi uchun rahmat deyman. Nima qilsam kam, nima biz farzandlar sizga nima qilsak-da haqqingizni ado eta olmaymiz. Lekin mana shu chiroyli yuzingizga, nurli yuzingizga ozgina bo'lsa-da quvonch ko'rish uchun harakatdamiz. Bitta chiroyli she'rlari bor ekan. Qabul qilasizmi? Mayli, bolajon. Marhamat. Onajonim, sog'indim sizni. Yuragimni bir his o'rtaydi. Qani yo'lim yaqin bo'lsaydi, ko'nglim har on sizni qo'msaydi. Yolvoraman har tong Allohga, olib tursin sizlarni panohga. Tug'ilgan kuningizga bora olmadim, yo'ymang gunohga. Jonim onajonim, sizni sog'indim deyaptilar jonajon qizingiz. Baraka topsin, rahmat bolam. Sog' bo'lsin, sizlarim sog' bo'linglar. Rahmat. Siz ham qizingizni sog'indingizmi? Qanaqangi so'zlaringiz, niyatlaringiz bor? Marhamat. Bolajonim esaroman kelsin, qo'shqanimdan qo'sha qarsin, bolalarni ko'zlarini ko'rsin. Men ham bolalarni ko'zlarini ko'rib yurayin. Bo'mdan qo'sha qarib. Sizlarga ham rahmat bolam. Bolalarning ko'zlarini ko'ringizlar, sizlar ham katta momo beringizlar bizlarday. Yoshlarga bizlardan ham o'tib yuringizlar. Qo'sha qarib. Ilohim. Onajon, doim har bir kuningiz baxtlarga to'la bo'lsin. Doim sizni quvonch tark etmasin, g'am anduhlar yiroqda bo'lsin. Mana shu jonajon farzandlaringiz, nabiralaringiz rohatini rohatlarda ko'rib yuring. Rahmat bolam, rahmat. Bugungi kunni ajoyib o'tkazing, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar bolajonim, sizlar ham. Xo'p bo'ladi.